Amerikada bemalol pistolet, avtomat olib yurish mumkinligini bilarmidinglar? Sanjar aka, Ohio shtatida qurol olib yurish qonun qoidasi qanaqa? Bemalol men hozir sotib olib yursam bo'ladimi, yo'qmi? Amerikada qurol olib yurish olmaysiz, bemalol. Uning uchun alohida carry on license kerak bo'ladi. Lekin qurol sotib olsangiz bo'ladi. Uning uchun talab qilinadigan government real ID, green karta yoki pasportingiz bo'lsa, sizni background check qilishadi, qurol bemalol sotishadi, lekin olib yura olmaysiz. Olib yurishingiz uchun carry on uchun alohida license olishingizga to'g'ri keladi. License olish uchun o'qish kerakmi? Qanaqadir kurslari bormi buni? License olish uchun onlayn kurslari bor. Onlayn kursidan o'tasiz, savol-javob. Undan keyin darsi bo'ladi. Borib qatnashib, real test topshirib o'tasiz va undan keyin oxirgisi Face ID, fingerprint topshirib, background check qildirtirib, sizga license keladi. Ruxsat bermasdan ham ko'chada xuddi shunaqa qurol sotib olib yurishadimi, yo'qmi? Cincinnati'da. Olib yurishadi. Qurol olib yurgan paytingizda magazinni alohida, qurolni alohida olib yursangiz, ko'chada ham olib yursangiz bo'ladi. Mashinangiz ichida shunaqa holatni saqlashingiz kerak. Alohida, ikkalasi bitta joyda bo'lmagan holat. Ko'rdinglar, bemalol kelib sotib olish mumkinligi uchun ham ozgina xavfli. Bizda bo'lsa bunaqa narsalar yo'q, bilasizlar. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like sizlardan.